Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya institutida Jasorat uchqunlari harbiy vatanparvarlik va sport musobaqasining respublika bosqichi o'tkazildi. Mudofaa vazirligi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Qarshi temir yo'l vokzalida kutib olingan 14 ta jamoa Qarshi shahridagi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya institutiga yetib kelishdi. Tantanali ochilish marosimida ilk bora tashkil etilayotgan Jasorat uchqunlari harbiy vatanparvarlik va sport musobaqasi yosh avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda liderlik fazilatlari, jamoada ishlash ko'nikmalari va jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim loyihalardan biri ekanligi ta'kidlandi. Shundan so'ng musobaqaga start berildi. Saf va tibbiy tayyorgarlik, robototexnika, huquqiy savodxonlik, milliy sport o'yinlari bahslari kim nimaga qodir ekanligini amalda namoyon etdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan Jasorat sinflarining maqsadi hozirgi yosh avlodlarimizni vatanga sadoqat, muhabbat ruhida tarbiyalash va ularda vatanparvarlik ko'nikmalarini rivojlantirish, shakllantirishdan iborat. Mana shu o'tkazilayotgan musobaqa jarayonida o'quvchilarim kursant akalari bilan yaqindan tanishyapti, ko'p suhbat olib borishyapti va mana shu suhbat jarayonlari ularni kelajakda harbiy bo'lish istagini maqsadga aylantiryapti. Ta'kidlash kerakki, prezidentimizning tegishli qaroriga asosan respublikamiz hududlarida 208 ta Jasorat maktabi tashkil etilib, 2025-2026 o'quv yilida ularga ilk o'quvchilar 5-sinfga qabul qilingan edi. Ushbu maktablarda tahsil olayotgan o'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish, ularda vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash hamda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega shaxs sifatida tarbiyalash maqsadida ikki bosqichda tashkil etilgan mazkur musobaqa minglab yoshlarni o'zida birlashtirdi. Musobaqaning hududiy bosqichi g'oliblari bugun finalda o'zaro kuch sinashmoqda. Bellashuvlar tajribali hakamlar tomonidan shaffof va odilona baholab borildi. Musobaqa doirasida harbiy xizmatchilar tomonidan turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, madaniy uchrashuvlar va ko'ngil ochar dasturlar ham tashkil etildi. Bu esa ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga, dunyoqarashini kengaytirish, vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlash va do'stona aloqalarni rivojlantirishga xizmat qildi. Men bu musobaqadan juda katta taassurot oldim. Birgalikda ishlashni o'rgandim. Sadoqatli bo'lishni o'rgandim. Bilim olishni to'xtatmaslikni o'rgandim. Jasoratni o'rgandim. Birinchi kun davom etgan musobaqa yakuniga ko'ra 3-o'rin Toshkent shahri jamoasiga nasib etgan bo'lsa, 2-o'ringa qashqadaryolik yoshlar munosib ko'rildi. 1-o'ringa esa Xorazm viloyati jamoasi loyiq deb topilib, xorijiy davlatga ta'lim safarini ham qo'lga kiritdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Men Jasorat maktabida o'qiyotganimdan juda faxrlanaman. Bu maktabda o'qiganlar mard, jasur va botir bo'lish kerak. Men ham shunga harakat qilyapman. Bu musobaqa menga juda ko'p narsa o'rgatdi. Biz 2-o'rin oldik. Endi bundan ham yuqori natijaga erishishga harakat qilamiz. Prezidentimizga ishonchini oqlaymiz. Vatanga munosib farzand bo'lamiz. Barcha g'olib va sovrindorlar diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Musobaqa o'quvchi yoshlarning bilim, mahorat, jismoniy tayyorgarlik va intellektual salohiyatini, sinov va qiyinchiliklarni yengib o'tish mahoratini oshirishga xizmat qildi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Voqealar rivojini O'zbekiston 24 telekanalida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.